zudlik bilan operatsiya qilmasak. 2 nafar farzandning otasi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz saxovatpesha xalqim, azizlar, sizlarga yana bir bor murojaat bilan chiqyapmiz azizlar. Murojaatchimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Qashqari Makka qishlog'ida yashovchi Umrzoqov Mirzajon akamizni xonadonlariga yetib keldi. Bu Mirzajon akamiz hozirda Alloh taoloning sinovida bo'lib, jigar sirroz kasalligi bilan bemorligi bo'lib turibdi azizlar. 2 nafar farzandning otasi hayotga qaytishligi sabab insonlardan bo'lib qolaylik azizlar. Bir mo'minning xonadoniga, qalbiga xursandchilik olib kirishlikka sabab insonlardan bo'laylik azizlar. Bu akamiz hozirda jigar sirroz kasalligi bilan bemorligi bo'lib turibdi. Azizlar, bu akamiz hozirda Hindiston davlatida shifokorlarimiz tomonidan $25,000 mablag'lari so'ralmoqda. Xalqimiz bilan birgalikda ko'p bemorlarni tuzalib ketishligi sabab insonlardan bo'lganmiz, sizlar bilan birgalikda. Mana shu Mirzajon akamizni tuzalib ketishligi sabab insonlardan bo'laylik. Mana qorinlarda suv to'planib turibdilar azizlar. Shifokorlarimiz zudlik bilan operatsiya qilmasak bo'lmaydi deb tashxis qo'yishdilar azizlar. Imkonimiz bo'lsa ehson qilaylik. Ehson qilolmasak mana shu videolarimizni keng tarqalishlikda, saxovatli yurtdoshlar kanalimizga obuna bo'lishlikda, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'laylik. Azizlar, ehsonning mukofoti ehsondir dedilar. 5,000 so'm, 10,000 so'm qo'limizdan kelgancha ehson qilaylik. Ehson qilishlikda davomli bo'laylik. Yog'dirsin, duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah Parvardigorim, shu kuning, shu soatlaringda, haj oylaringda turibmiz Parvardigor. Barchalarimiz duolarimiz ijobat qilgin. Barcha bemorlarni ahli islomga shifoy kulliyalar, shifoy ojizalar ato qilgin. Ular qator mana shu Mirzajon akamizning mushkulotlarini oson qilgin, dardiga shifo bergin. Ichayotgan, qilayotgan muolajalarni o'zing ta'sirchan qilgin. Farzandlarini va bizlarning baxtimizga doim sog' salomat qilgin Parvardigor. O'zingdan so'raymiz. Farzand talabida ehson qilayotgan bandalaring bor ekan. Tez kunlarda o'g'ildir, qizdir, ko'zlarini quvontirgin mehribon Robbim. O'zingdan so'raymiz. Baxti ochilmay hijolat bo'lib turgan ukalarimiz, singillarimiz bor ekan. O'zing bu hijolatchilikdan chiqargin. Tez kunlarda o'zlariga munosib sizlarni ato qilgin. Parvardigor, musofiratda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor ekan. Tez kunlarda oilalariga yorug' yuz bilan, fayz futuh bilan qaytishlikni hammalariga o'zing nasibador qilgin. Parvardigor, operatsiyaga tayyorgarlik ko'rib turgan Ranaxon ayamiz bor va operatsiyalardan sog' salomat, yorug' yuz bilan chiqishlikni, vatanimizga yorug' yuz bilan qaytishlikni, fayz futuh bilan qaytishlikni hammalariga o'zing nasibador qilgin. Grupamizga odam qo'shib turgan aka-ukalarimiz, opa-singil